Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugun mana 9-oktyabr sanasida silosda eng zo'ri, bo'ylari baland, yer ichida 600 so'm bo'lgan silos. Eng zo'r holatda. Eng qizig'i, yerda birorta begona o'tni o'zi yo'q. Taylarigacha ko'rsataman, birorta begona o'tni o'zi yo'q. Dumbullari hammasini pishirgan. Xolaganini olib mana bemalol achib ko'ramiz. Mana e'tiborlaringga. Kichkinasini achamiz mana. E'tiborlaringga. Kimga shunaqa siloslar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz mana shu mana. Yangi chiqqan havodan 8 tonnagacha yuk olinyapti bunga. Jaguar kambo'yinida o'rilgan. Maydalab zo'r qilib o'rilgan. Mana to'kilgan joydan olamiz. Nihoyatdan maydalab makkasini ko'rintirmagan. Chiroyli qilingan. Bemalol telefon qilaverasizlar, mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yetkazib borishga harakat qilamiz. Tan joylaringiz sog' bo'lsin.